Assalomu alaykum obunachilar. Mana 2108 topib qo'ydi. Sportivniy tinig'idan, injig'idan, Samara motorligidan topib qo'ydi akalar. Mashina metan balonda, xo'p, metan gazlari bor. Benzinga ham yuradi mashina. Yilliga keladigan bo'lsa 1990-yil mashina. Balonlar 4 ta balon yangi, tiniq. Yana bitta sezonda uradi. Kuzublarda yorilgan, netgan joylari yo'q. Sportivniy qilib chiroyli qilib qo'yishdi mashinani. Holatlari yaxshi, minadigan holatda akalar. Olasizlar, minasizlar degan mashina. Motorida, granatasida, xo'p, hadovoylarida ishi yo'q. Oldi vidlari ham chiroyli. Holatlari yaxshi ekan. Dehqon akamizdan oldik mashinani. Xo'p, salonlariga keladigan bo'lsak, salonlari ham akalar ashibkalari tiniq, chiroyli. Salonlari ham kengina, kattagina, sparkli rollar qo'yib berishdi, maytfonlari bor. Sidinalar chixollar bo'lgan, orqalari ham chiroyli holatda ekan. Xo'p, kapot ichiga keladigan bo'lsak, kapot ichlari ham chiroyli, yaxshi holatda. Akkumulyatorlari yaxshi yurg'izadi. Mashina antifrizga moslangan, lekin suvda hozirgi moment. Xo'p, gazlari bor. 50 tacha gaz bor ekan mashinani. Xo'p, kapotlachi ham chiroyli, yaxshi holatda ekan. Xo'p, yog' yemaydi motori. Holati yaxshi, chiroyli, zo'r. Olasizlar, minasizlar degan mashina. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi 5 million so'mga oxirgi taqalgan narxi berib yuboriladi. Bo'lishi 5 million. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, Marg'ilon shaharda mashinamiz akalar. Marg'ilon shaharda mashinamiz. Nomerlariga keladigan bo'lsak, 99lik 657 8031 ga nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.